xohlasa mana stoykalarni, straplalarni qo'yib boshlaganmiz. Shiferga navbat kelgan. Biz Dashtobod Iqbol qishlog'idamiz. Jannatdan bir qasr deb qurilayotgan navbatdagi uyimizni qurilish davom etyapti. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan barchaga rahmat. Mana pastda Olim aka. Voy deb qo'yganmiz. Ey yashang. Bu akalarimiz ham duo qilib qo'yasizlar, loy suvoqlarni qilyapti. Uyimiz Xudo xohlasa ancha ko'rinib qolgan. Samarqand, Urgutdan bir akamiz Akfadan eshik derazalarni уже qilib bo'ldi. Bugun yo ertaga jo'natib yuboraman degan. Bu akamiz ham duo qilib qo'yasizlar. Xudo xohlasa. Hammani boriga shukr. Biz ko'rinishi Bahrom akamiz. Yuqoridan boshqacha bo'ladi ekan-a?